Распаковка колобуза. Чтобы мне даже не вспомнил. Сразу все Vivo V60 seriyasini bugun sizlar bilan raspakovka qilamiz va obzor qilamiz. Ketdi. Ichida sразу chexoli bilan chiqar ekan. Zaryadnik, zametьте, e'tibor beringlar. Moshniy, mana shunday kattasini, kichkinagina emas. Bittada moshniy oladi. Kstati, buni batareyasi 6500 mAh bo'ladi. Xo'p, ignasi yesimi, dokumentiki. Давайте сразу tiqib ko'ramiz. Chexoli матовый bo'lar ekan. Такой нежный, аккуратный. Vivo 60 Lite'ni ikki xil rangi bo'ladi. Bittasi такой seriyga o'xshab ketadigan ozgina fioletovoy, ikkinchisi qora bo'ladi. Men faqat hozir chexol taqib qo'ydim. Ikkita chexoli bilan chiqyapti. Ikkalasi ham 6500 mAh bo'ladi. Ya'ni batareyka moshniy, быстрый zaryadga ega. Bu degani примерно 40 minut ichida zaryadkani olib bo'ladi. Zaryadkasini yana bir marta ko'rsataman. Moshniligini qaranglar. Ikkalasini sizlarga solishtirib beraman. Hozircha Vivo V60 o'zini raspakovka qilamiz. Ketdik. Xo'p, buni ham ichidan dokumentiki, также чехол chiqadi, также zaryadnik, xuddi shunaqa moshniy batareyka, moshniy, также быстрый zaryadkaga ega bo'ladi. Чехол ham moshniy, такой нежный, аккуратный. Bu ham ikki xil rangi bo'ladi, ikkinchisi zolotoy. Vivo V60 dan boshlaymiz. U 6.7 dyumli bo'ladi ekrani. AMOLED ekran. Orqasi защищенный stiklo bo'ladi. Uncha-munchaga sinmaydi ham, qirilmaydi ham. Ketdi. Qaranglar. Ko'ryaptimi, yo'qmi? Ну, в общем, umuman qirilmas ekan. Ekran yorug'ligini maksimalga ko'targaningizda 1500 nitgacha boradi. Kamerasi 50 megapiksel, 10-kratный zoom bo'ladi. Aytgancha kamerasi Zeiss bilan qoplangan bo'ladi. Eng zo'r joyi buni orqa kamerasi ham, oldi kamerasi ham, ikkalasi ham 50 megapiksel bo'ladi. Xotirasi 12 ga 256 ta. Eng zo'r joyi bu suvda ham ishlaydi. Ya'ni bolangizning qo'lida bo'lsa, tushib ketsa, suvga tushib ketsa ham hech narsa qilmaydi. Sinab ko'ramizmi? Mana qilaylik. Eng qiziq qaranglar, men suvdan oldim deb buni sразу ishlatsa bo'ladi. Ya'ni qotib qolib, qanaqadir ishlatib bo'lmaydigan darajaga tushib qolmayapti. Sразу ishlab ketyapti. Buni nomini qanday ishlagan bo'lsa, xuddi shunaqa darajada ishlayapti. Nice. Hozirgina suvdan oldim. Молодец. Vivo V60 men tavsiya qiladigan joyim. Protsessori Snapdragon 7 Gen 4 bilan jihozlangan. O'shani hisobiga bu o'yin o'ynashga ham zo'r. Ya'ni oilaliklar uchun menimcha eng zo'r variant. Chunki bolalarga ham berib qo'ysangiz bo'ladi, o'zingiz ham o'ynasangiz bo'ladi yoki bemalol bo'ladiganlar menimcha zerikib qolmaydi. Chunki batareykasi ham uncha-munchaga o'lmaydi va suvga tushib ketganda ham ishlaydi. Eng yana bitta zo'r joyi qumdan, changdan yaxshi saqlangan bo'ladi. Так что советую. Aytgancha Vivo V60 ni 12 ga 512 talisi ham bo'ladi. Qadrli media blog obunachilari, bizani yo'qotib qo'ymang, kolokольчикka bosib qo'ying. Nima trendda bo'ladigan bo'lsa, hammasini olib chiqamiz. Yana nimani obzor qilishimizni xohlaysizlar, qanaqa informatsiya kerak bo'ladi, обязательно kommentariyada yozib qoldiringlar. Media blogda ko'rishguncha, xayr.